Tushda qorin ko'rishning ta'birlari. Qorinning ta'birida ta'birchilar uch fikrdalar. Qorinning tashqarisi va ichkarisi ham moldir. Ibn Sirin aytadiki, farzand bo'ladi. Kirmoniyning aytishlaricha qarindoshlariga dalildir. Agar tushida qorni katta bo'lib qolganini ko'rsa, molning, farzandining yoki qarindoshlarining ko'payishiga ishora bo'ladi. Agar tushida qornining kichrayib qolganini va terisiga nuqson yetganini ko'rsa, mol yoki farzand nuqsoniga dalil bo'ladi. Tushida qornida nimaiki bo'lsa, tashqariga chiqqanini, ularni yuvganini va qaytarib joyiga solganini ko'rsa, holi yaxshi bo'lishi va maqsadiga yetishiga ishoradir. Agar erkak kishi tushida qornidan bola chiqqanini ko'rsa, oilasining e'tibori va ulug'ligini oshiradigan bir kishi paydo bo'lishiga ishoradir. Mag'ribiy aytadiki, agar kishi tushida qornining shishib ketganini ko'rsa, ko'p mol topishini bildiradi. Agar tushida qornining yorilganini ko'rsa, unga musibat yetishini bildiradi. Agar qorniga mo'ylar o'sib chiqqanini ko'rsa, ayoli tomonidan qarz bo'lishiga ishoradir. Agar qornidagi mo'ylarni qirilganini ko'rsa, g'ami ketib, qarzidan qutulishiga ishoradir. Agar qornida teshik borligini ko'rsa, ayol uning molini yeyishga ishoradir. Ja'far Sodiq aytadiki, tushdagi qorin 4 narsani bildiradi: ilm joyini, xazinani, tirikchilikning batartibligini va farzandni. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.